Avvalgi qismda pul ishlash niyatida bomjlar sardorining yerto'lasiga bordim va undan bir nechta topshiriqlarni oldim va shu topshiriqlarga ko'ra shahardan axlat tera boshladim. O'sha axlatlarni uni o'ziga pulladim va nimadir noto'g'ri ketdi. Shunga o'xshash usul pul topadigan boshqa bomjlar mendan arazlashdi va meni do'pposlay boshlashdi. Avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz tepadagi yozuvni bosib tomosha qilishingiz mumkin. Belim, qo'lim. Ifloslar meni urib yana shu yerga tashlab ketishibdi. Haliyamki jonim sog' qoldi. O'ldirib tashlashsa ham hech kim hech nima demagan bo'lardi. Mayli, ifloslardan hali buni hisobini so'rayman ungacha esa. Stop, hamma narsamni olib ketishibdi ifloslar. Yaramaslar, pulim bor edi. Mayli, hozir katta bomjning yoniga borish kerak va ishni davom ettirish kerak. Bomj axlat titkilayapti. Okey. Hozir janob bomj. Darb qaytdingmi? Ha, Nima bo'ldi, ko'rmayapsan? shu qandaydir ikkita iflos meni kaltaklab ketishdi. Xullas, mana bu idishlarni terganimga. Nima? Yomon bo'pti. Ha, shu nimasini aytasiz? Xo'sh, ishlay olasanmi? Ha, ishlayman. Hozir narsalarni terishni boshlayman. Aytgancha, mana ishchimiz. Kim? Mana bu. Mana bu bomjmi? Janob, menga bir narsani ayta olasizmi? Nimani? Xullas, bilasizmi, bir narsani so'ramoqchi edim. Qanday qilib katta idishlarni olish mumkin? Ya'ni mana bu qutiga solingan idishlarni. Shunchaki yoniga kelasan va sekingina sindirasan. O'tirib, shiftda. Tushunarli, katta rahmat. Bo'lmasa men ishga ketdim. Omad. Bo'ldi. Mayli, hozir o'zimni o'nglab olay biroz. Keyin ko'ramiz. Hali men ularni bu qilmishni shunchaki qo'yib qo'ymayman. Ko'rasizlar. Hali men ulardan qasdimni olaman. Xo'sh. Faqat axlat uyumlarini qidirsak bo'lgani. Mana qani sinab ko'raylikchi. Hozir buni sindirishga harakat qilaman. Sekingina yoniga kelamiz va rostdan ham olinar ekan. Ajoyib. Yaxshi bo'ldi mana. Endi bularni terib olsam bo'ladi. Bular ham qimmatgina turadi. Nesa mana bu doskalarni ham. Mayli, ola qolay. Bularda bunaqangi yog'och bo'laklari tushadi. Ya'ni tayoqlar, ana shu tayoqlarni ham biror joyda sotish mumkindir. Balki o'sha bomjni o'zi olar. Buni hali keyinchalik ko'ramiz. Hozir esa Stop. Axir bu o'shalar. Ana o'sha bomj. Bu meni ko'rishmadi. Ana yerda yana ikkitasi turibdi. Mayli. Hozir 5 daqiqada, 5 daqiqada ham emas. Hozir 1 daqiqada hal qilaman. Faqat mana bularni janob bomjga topshirish kerak. Janob bomj, boyaga meni urganlar o'sha yerda turishibdi. Xo'sh, va nima? Nima qilaylik? Yordam bermaysizmi? Yo'q. O'zingni muammolaringni o'zing hal qil. Mayli, unda mana bularni sizga sota qolay. Aytgancha, sal pastroqqa tush, senga yangi narsalarni sotaman. Tayoqlar. O'zim ham o'ylab o'tirganim, olsangiz kerak deb. Qurollar ham sotasizmi? Menimcha aytgandim. Bilmadim, esimda yo'q. Mayli, katta rahmat. Omad. Do'stlar, u qurol. Stop, bilasizlarmi? Agar hozir men bu bomjdan biror bir yengilroq qurol olsam va ana o'sha 3 ta bomjni joyini solib tashlasamchi? Janob bomj, Nima bo'ldi yana? menga hozir sizdan qurol kerak bo'ladi. Xo'sh, olaver. Mana bu beysbol tayoqchasini ola qolaman. Mayli, pulingga yarasha. Unchalik ham ko'p ketkazmoqchi emasman. Nimaga edi o'zi? Boyagi bomjlarni hozir ko'rishadi mendan ifloslar. Pulimni olishgani uchun ovqatlarimni olib qo'yishdi. Hech narsasiz bir o'zimni tashlab ketishganicha. Tashlab ketishganiga hech qanday e'tirozim yo'q. Omon qolganimga ham shukr. Hozir mana shu yerda edilar. Qani edi? Mana bular hozir sekin meni ko'rishmadi. Yigitlar, kechagi bomj-ku. Jin ursin. Mayli. Demak, aqling kirmoqda. Kelinglarchi, bitta talab yoki hammangiz. Ola qol, avvalgi safargidek taslim bo'lmayman. Mana senga. Birma-bir boshlaymiz. Seni boplayman. Ola qol. Iflos. Meni mushti tayog'ingdan ko'ra kuchliroq. Yaxshi, xo'sh. Iltimos. Mayli, ola qol. Do'stlarim uchun javob berasan. Ola qol. Mana shu kal boshingdan. Bo'ldi. Yana bir marotaba kelib ko'rishsinchi.
Zo'r joyni egallashibdi axir bu. Oltin koniga o'xshaydi-ya. Shuncha axlatlar bularning hammasini pullashim mumkin. Mayli, birma-bir terib olaveraman. Sekin-astalik bilan mana bu tayoqlarni olishim kerak. Qog'oz bo'laklarni va shisha idishlarni. Xo'sh, yaxshi. Bunisini olamiz. Bunisini ham, yaxshi. Hammasini olishimiz kerak. Bittasi ham qolib ketmasin. Har bir dollar hisobda. Yaxshi, ajoyib. Endi bunisini ham olaman. Mana bu ham qolib ketmasin. Bu yerlarda ham axlatlar yotibdi. Yaxshi. Endi buni ajoyib. Yana qayerda qoldi? Bo'ldi, menimcha boshqa axlat bo'laklari bu yerda qolmadi. Bo'ldi. Endi qaytamiz va hammasini pullaymiz. Undan tashqari ularni qanday urib tashlaganimni hozir aytib beraman vomijlar boshlig'iga. Ha, zo'r bo'ladi. Yaxshi, ana u do'konni ko'rmagan ekanman yoki e'tibor bermaganman. Mayli. Bu yerga ham biror kun kirarman, ammo meni qo'yisharmikin? Mayli, hozir do'stimizning yoniga borishimiz kerak. Balki do'st emasdirmiz, ammo qornim juda ham ochib ketgan. Xodokchi brat, salom. Qaytibsiz-da, brat. Ha, qaytdim. Mana yana hotdoklaringizni sog'inib keldim. Ajoyib. Sizni o'zi kutib o'tirgandim ertalabdan. Ha, qornim lekin juda ochib ketdi. Xo'sh. Bugun ishim juda ham yaxshi keldi, shuning uchun burger olaman va suv. Yo'q, yaxshisi Pepsi olaman. Ajoyib tanlov. Mayli, unda ishingizga aytgancha mana bu idishlar sizga kerak emasmi? Yo'q. Olsam bo'ladimi? Albatta. Ha, yaxshi, sizga katta rahmat. Mana bo'ldi. Hozirgina bu yigit $10 yo'qotdi. Mayli, bu $10 yig'ishim ekan. Yaxshi. Desa Pepsi ajoyib. Anchadan beri bunday to'yib ovqatlamagandim, ammo chanqog'im birozgina qolmadi. Brat, suv berasizmi? Suv albatta beraman. Hop, unchalik ham chanqog'im qolmadi-da. Xo'sh, mana suv. Bo'ldi, katta rahmat. Kelib turing tushlikda ham. Albatta kelaman. Ishim yaxshi bo'lsa, ko'p idishlar sotsam mayli. Yaxshi, hozir mana bu tomondan o'tamiz va yana axlat uyumlarini titklaymiz. Chunki axlat uyumlar mana bu yerda yozibdi. Shu yerda podyezdlar yonida ham bo'ladi. Faqat qarash kerak xolos. Xo'sh, mana yana idishlar. Hammasini olamiz. Yoshlar shu yerda yoki umuman alkashlar ichib tashlab ketishadi. Men esa ularni hammasini terib olib pullayman. Ha, mana shunday. Xo'sh, bu yerda ham axlat yaxshi. Hammasini terib olaman. Ajoyib bo'ldi. Endi esa yana boshqa tomonlarni ko'rishim kerak. Xo'sh, bularni olib qo'y, xalaq beryapti. Endi tushib ketsa, sinib o'tirib hamma yoqni rasvosini chiqaraman. Bundan tashqari yana pulim ham birozga kamayadi. Bu yer bo'shagan yoki terib ketishgan yoki hali axlat tashlashga ulgurishmagan. Mayli, xo'sh, shtabga ham keldik. Endi hozir hammasini pullaymiz. Yigit hali ham axlat tiklayapti. Okey. Janob Bomsh. Ular seni yana urib tashlashi deb o'ylagandim. Ha, yo'q, bu safar men ularni urib tashladim. Hozir mana bularning hammasini sizga pullab yuboraman. Darb, shuncha narsa, shuncha axlat yig'ibsan, ha? Ha, ana o'sha bog'mijni nima desam ekan, har doim axlat terilgan joyini egallab oldim va o'sha yerdan yig'dim deyarli yarimdan ko'pini. Ha, omading kelibdi. Menimcha bugun hamma pulimni sen olib ketsang kerak. Ha, balki shunday bo'lar. Yaxshilab ishlasam kechgacha va mana tayoqlarni ham sotaman. Bo'ldi, aytgancha, mana bu nima? Ha, bu konserva idishlari. Bo'ldi, tushunarli. Unda menda hozircha yo'q. Unda va bu yerda qurollar, menda beysbol tayoqchasi bor, shuning uchun boshqa qurol kerak emas. Aytgancha, bir narsani sizdan so'ramoqchi edim. Qarang, mana bu qutilarni olsam maylimi? Korobkalarni. Ha, albatta olaver, faqat yirtib yuborma o'tgan safargidek. Xo'p, bo'ladi. Zo'r asta sekinlik bilan olaman mana bunday. Mana. Bo'ldi. Lekin bular juda ham kamda, menga yana biroz berib tura olasizmi? Va mana bu stulni ham olib ketaman. Nima? Qutilarni beraman lekin, stul o'zimizga kerak. Darb, joyiga qo'y. Xo'p, mayli unda mana. Yaxshi. Qutilarni berarsiz balki? Qanaqa qutilar? Karton qutilar. Hozir beraman. Ola qol. Yaxshi, bo'ldi. Katta rahmat sizga. Arzimaydi, yana kerak bo'lsa kelasan. Albatta, lekin stulni bersangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, unga o'zim o'tiraman kechalari. Xo'p, mayli. Unda menda deyarli $100 bor. Hozircha menga yetib turadi, do'stlar. Ha, sizlarga qiziqdir meni nega bu qutilarni olganim. Hammasi kundek ravshan. Men bu qutilardan uy quraman. Ha, do'stlar.
Bunaqangi qutlar yana axlat. Bunaqangi qutlardan bemalol uy qurish mumkin. Birozgina yomg'irga chidamsiz bo'ladi. Ham hozir kuz, avvalgi safar aytganimdek taqdir qarama-qarshiliklarga boy, ammo hozircha bo'ladi. Hozircha yomg'irlar mavsumi boshlangani yo'q. Eng uzog'i tuman tushishi mumkin, lekin tuman unchalik ham qo'rqinchli emas. Biroz havo nam bo'ladi. Lekin yashash mumkin. Mana bularning hammasini terib olaman. Qaytayotganimda pullab yuboraman. Faqatgina uyimni qayerdan qo'yish qayerda qurishni bilib olsam bo'lgani. Mana bu yerda qursam bo'ladi, lekin bu shahardan chiqish joyi. U yerda politsiya uchastkasi. Mana shu yerda qayerdadir daraxtlarning ortida qurishim kerak. Shunchalik bilinmaydigan zo'r joy bo'lishi kerak-da, do'stlar. Bilasizlarmi? Qayerga qurib yuborsamkin, yoki boshqa safar bo'sh bilan shug'ullansammikin? Ha, mayli. Nima qilaman bugungi ishni ertaga qo'yib, agar hoziroq qursam, hoziroq kichkinagina bo'lsa ham uyim bo'ladi va mana shu yerga qursamchi. Ha, bo'ldi, mana shu yerga qo'yaman. Mana bu yerdan mana bu hamma o'tlarni olib tashlayman. O'simliklar menga kerak emas, yaxshi. Endi bu yerga sekingina uyimni joylashni boshlayman. Mana shu yerlarni sindirsam, anaroq yerni olib tashlasam, bularni olib qo'yaman xalaq bermasligi uchun. Yog'ochlar, qog'ozlar bo'ldi. Mana shu yerni hozir kavlashni boshlaymiz. Yaxshi. Nihoyat qurib bo'ldim. Unchalik qurib bo'lmadim, chunki menga qutilar yetmay qoldi. Undan tashqari mana bunaqangi qutilarni olib turgandim. Bularning ichidan esa konservalar tusha boshladi. Yo-mo'yo, nima qildim? Hozir oppa. Sekin do'stlar, qandaydir ham biroz charchaganman, ammo adrenalinga boyman, chunki hozir kichkinagina uy qurib olaman. Mana bunaqangi konservalar o'sha qutilarning ichidan chiqdi. Janob Bomsh, mana bunaqangi konservalar chiqdi qutilaringizning ichidan. Ha, o'zingda qolaversin. Qutilarni mana bu yerga qo'yaman unda. Ha, mayli. Mana bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi. Aytgancha, menga yana birozgina mana bunaqangi qutilardan berib tura olasizmi? Qanaqa? Yana narsa soladigan. Ha. Va mana bularni hozir sizga birdaniga pullab yuborsam. Okey. Xudo, menimcha rostida bunga hamma pulimni olib ketasan. Shuncha idishlar. Sen bugun eng zo'r ishchi bo'lding. Katta rahmat. Chunki o'zimga uy qurib olmoqchiman. Xo'sh, yaxshi. Boshqa sotadigan narsam qolmadi. Mana tayoqlarni va bo'ldi. Qog'ozni olmas ekansiz. Xo'sh, yana nima sotsam? Bo'ldi. Boshqa narsa. Olaveraymi? Ha, shu qutini senga tayyorlab qo'ydim. Mayli, hozir olaman, oppa. Bo'pti, rahmat. Arzimaydi. Yaxshi. Endi bu yerdan ketsam ham bo'ladi. Uyimga borib qutichani o'rnatib qo'yaman va shuni ichiga narsalarni solishni boshlayman. Balki mayli shu tomondan ketaman. Do'stlar, 1 2 3 oppa. Men parkurchi. Qornim. Yo-mo'yo. Jin ursin. Burchagiga urildim qornim bilan. Mana bu omad albatta. Sekin. Idish. Bu safar sakramayman. Qornim. Sekin o'zimga kelib olishim kerak. Mayli, uyim qanday endi? Stop. Uyim rostdan ham yaxshi yashiringan, chunki o'zim ham adashib topa olmay qolyapman. Xo'sh, yaxshi. Hozir endi bu yerga qutini o'rnataman. Bo'ldi. Mana endi ichiga narsalarni solsam ham bo'ladi. Qornim hali ham og'irga ketmadi. Yomon urildim lekin. Hammasini qo'yamiz. Bo'ldi. Mana pullarim shuncha. Xudo, bu yerda menimcha $100 ancha ko'p. Ha, 120, 160. Ha, do'stlar, $150 ham ko'p bu yerda. Ajoyib, shuncha pul ishlab oldim. Avvallaqachon shu ishni boshlasam bo'lar ekan, bekorchilikdan yotavermasdan yerda. Mana bu albatta omad. Menimcha shu yerda videoni to'xtatsak bo'ladi, chunki juda ham ko'p ish qildik bugunga va sizlar bilan men bomj der bo'ldim. Balki kelasi qismlarda bomj emas, oddiy odamga aylanarman. Balki biznes ocharman. Ha, do'stlar, ko'ramiz, chunki pulim juda ham ko'p.